Hammaga salom, sizlar bilan har doimgidek Xonfire. Bugungi videomizda biz tekinga nastroyka va headshot nastroyka qilishni o'rganamiz. Qani bo'lmasa ketdi. Headshot nastroyka olishni o'rgatamiz. Qani bo'lmasa ketdi. Birinchi bo'lib biz qiladigan ishimiz Play Marketga yoki App Store'ga kirib, poyist beradigan joyga qidiruvga mana shunaqa qilib yozamiz. Mana shunaqa yozganimizdan keyin bu yerda nastroykalar ko'p, shuning uchun bu yerda hammasi headshot bermaydi. Headshot beradigani o'rgataman. Bizga SensePlate 2.0 versiyasi mana bu kerak bo'ladi. Boshqa hech qaysiga kirmang. Va kirganingizdan keyin shu ilovani yuklab olasiz. Men yuklab olganman. Endi esa ochishni bosamiz. Ana endi esa bu yerdan siz o'zingizning telefoningizni qidirasiz. iPhone yoki Android yoki Redmi. Qani ketdik. Bizniki Samsung. Samsungni qidiramiz. Mana bu Samsung. Samsungdagilar qiynalishmaydi. Redmi hamma telefonga bor, mana tepasida turibdi. Samsung, Realme'larga ham bor. Endi mana bu search degan joyiga o'zingizning telefoningizni nomini yozasiz. Samsung A30. Mana yo'q. 30. Samsung A30 deb yozamiz. Yo'q, bunaqa emas. Mana bu yerdan qidiramiz. A30 deb yozsak chiqmadi. Lekin bu yerdan qidirsak chiqadi. Mana Samsung Galaxy A30. Mana bosamiz. Dunyo yangiligi allaqachon Zoom Marketda. Honor X reklama bo'lib qoldi. Ana endi Free Fire'ga kirib, mana bunaqa xuddi o'zini shunaqa sensitiviga shunaqa qilasiz va butonda 55 qilib qo'yasiz. Zo'r headshot uchadi. Endi sizning o'zingizning telefoningizga bog'liq bu narsa. Bu mening telefonim uchun menda yaxshi headshot beradi. Shuning uchun shuni ishlatganman. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, salomat bo'linglar.